Tedbirlik eşek. Bir eşek edirliqda o'tlavassa, aç qalgan bir böre kelib qapti. "Ohoy, qo'yma uchrashding", debdi böre eshakka qarab. "Necha kundan beri seni izlab yuratdim. Nima qilatding?" deb so'rabdi eshak böredan qutulishning chorasini o'ylab. "Sening go'shting menga to'g'ri bo'lib qoldi. Rozi bo'l", debdi böre. Yiroq yaqinda qutqizib olgan odam yo'qligini bilgan eshak vaqira olmay ko'zdan yosh to'kib, "Voy isit", deb nola qipti. "Ha, nimaga voy isit deysan?" debdi so'rabdi böre. "Voy jon do'stim", debdi eshak. "Marhum atam hayot vaqtida putimning tuvig'i ostidagi bo'shliqqa bir qora xat bitib qo'ygan edi. O'limim oldida shuni bir o'qib bersang, sendan u dunyo, bu dunyo rozi bo'latdim. Barbirsini yeyman-ku, bo'pti o'qib bersam beray, qani ko'rsat", debdi böre. U ingishib, yaqin kelishiga eshak rosa kuchab, börening qo'liga tuviga qamlashtirib tepgan ekan, böre tik mullaq tushib jon talishibdi va muni bayit o'qib jon uzibdi. Atam o'qimagan qara xatni, anam o'qimagan qara xatni o'qiyman deb bekor topdim, jinimga to'xtagan dardni.